Hududiy xonadon dasturi doirasida endilikda umumiy quvvati 50 kilovatgacha bo'lgan quyosh panellarini o'rnatgan jismoniy shaxslarga o'z iste'molidan orttirib, yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan har bir kilovatt-soat elektr energiyasi uchun davlat tomonidan 1000 so'mdan subsidiya ajratiladi. Xo'sh, quyosh panellarini o'rnatgan jismoniy shaxslar subsidiya olish uchun nima qilishi kerak? Buning uchun soliq mobil ilovasining quyoshli xonadon bo'limi tanlanib, Face ID orqali ro'yxatdan o'tiladi. So'ngra xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Ochilgan oyna qatoridan xonadon kadastr raqami tanlanganda hududiy elektr tarmoqlari korxonasi avtomatik paydo bo'ladi. Shundan so'ng iste'molchi hisob raqami kiritiladi hamda ariza yuborish tugmasi bosiladi. Ariza hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan ko'rib chiqilib tasdiqlangach, foydalanuvchi qabul qilingan va uzatilgan elektr energiyasi o'rtasidagi farq bilan subsidiya uchun ro'yxatdan o'tgan xonadonlari, tushumlar tarixi, oylar kesimida subsidiya ma'lumotlari bilan tanishishi mumkin. Subsidiya oy yakunida jismoniy shaxs tomonidan iste'mol qilingan va yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasi hajmi o'rtasidagi tafovutdan kelib chiqib hisoblanadi hamda keyingi oyning 25-sanasiga qadar soliq mobil ilovasi orqali fuqarolarga to'lab beriladi.